Assalomu alaykum bizni kuzatayotganlar. Navbatdagi gapimiz Andijon viloyati Asaka tumaniga qo'yildi. O'z Motors-ning arqa tomoni zavodda shunday yonboshida joylashgan xonadonga qo'yib berdik. Mana montajlarini qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha baho berib qo'yasizlar. Bu montajimizga bilavermay $4000 yaqin pul ketdi. Montaj bilan katta bo'ldi o'ziga. Usta haqi отдельный. Pit nomli rossiyskiy nasoslar bilan ishlatilganmiz. Bitta qo'yga va obratkaga, katta obratkasiga CNG ishlatdik. Gidroblokamiz. Elevatorli. Eng qizig'i avtopapitga qo'yib berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Давление tushib ketsa, avtomatik damlab turadi o'zini-o'zi. Xullas bir xil davleniyada qilib beradigan narsa shu bo'ladi avtopapitga. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zi qo'limiz kuyayapti. Triходовой klapan to'plab olib bor ekan ikkita joyda. O'zimiz yig'ib berdik bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib, akkuratni qilib berdik. Qo'ldan kelgancha. Endi bunga baho evaziga podpiska, kommentariya, bittadan like deymizlarga umiddaman. Arzon texnika doim biz bilan ko'rishingiz mumkin. Radiatorimizga 32 ga 6 nasos qo'ydik. Topli pollarımızga 32 25 ga 8 dan bitta qo'yib berdik. Katolimizga 25 ga 8 dan bitta qo'ydik. Endi katolimizni ko'rsatamiz. Katolimiz 50 kilovatlik katol bo'lib, bitta zapravkasiga 200 kilogram ko'mir sig'adi. Inshaalloh bu obyektimizga 4 sutkadan 7 kungacha yetadi inshaalloh. Endi havoni isitovishiga qarab, uyda izolyatsiyasiga qarab, hamda sanitariya mahoratiga qarab o'zgarib turadi. O'rtacha 4 kundan 7 kungacha yetadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangi ko'mir yonishi hozirda sinov jarayoni. Yangi yong'oqda aralashib yonyapti hozir. Yaqqanimizga bir 20 minut, 25 minut atrofida bo'ldi. Gradusimiz 64 gradusga chiqdi. Hop, uyda egalari ustakamiz tekshiruv jarayonida batareyalar ushlashib chiqyapti. Graduslarni qo'lda tekshirish bo'lyapti. Bunimiz jicha ishlamay turibdi. Sababini tushunganlar tushundi. Tushunmaganlar o'zi biladi. Katolamiz haqida yana bitta qisqacha ma'lumot. Katolamiz 4 lichdan 50 kilovatlik hozir bu. Narxi birinchi o'rinda $1700 yetkazib berilish. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Qo'lim kuymaydi. Yoki utility bo'lgan. 3 qavatli katol hisoblanadi. Ichini ham ko'rishingiz mumkin. 6 ta kitobdan iborat. Issiqlik kirib chiqib keyin chiqib ketadi. Bo'ldi, zerikdim deb issiqlik ham buni ichida yurib. Shu kapligida miyasi, stabilizatori tepaga qo'yib qo'ydik. Motor reduktori hamda havo pudaydigan komplektlar bo'ladi. Hamda nomimizda bitta ketmonchasi tozalash uchun kunda ko'mirda shilaklarni olish uchun moslashtirilgan tortib ishlanadi. Kimga shunday aqlli, ekonomishli, yorug'arishni katollar kerak bo'lsa 99lik 100 elgatni 93 raqamiga hamda 90lik 164 44 88 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Imkon qadar kelishtirib qo'yamiz. Hammaga rahmat, like esdan chiqmasin.